Dilmusdan ikkita dvoyka sotib oldim. Kiyib ko'raman, qaysi biri yarashganini kommentda yozib qoldirasizlar. Birinchisi shunaqa toshli dvoyka. Eng zo'r tarafi buni jins shimini alohida boshqa narsalar bilan kiysam ham bo'lar ekan. Mana shu rubashkasini o'zi sevib oldim. Rubashkamni oldini ochib yurganim yaxshimi yoki bunday qilib yopib qo'yganim yaxshimi? Mana shu chechenka ro'moldan olib shunaqa yayrab yuribman o'zi ham. Shundan tashiyman, ketaveraman, udobniy ekan. Bu jinsi obrazga endi uyimda mana shunaqa jinsi sarpamni yopib qo'ygan sumочкam bor edi, o'shani tutib oldim. Dvoyka polniy orqalarini yopadi. Вообще chiroyli. Ikkinchi varianti yubkali. Buni ham yubkasini alohida shunaqa ba'zi koftalar bilan kiysanglar bo'ladi. Qaranglar qanaqa go'zal. Rubashkasini kiyib ko'rsataman. Voy dod, ustimda qonab turibdi o'zi ham. Ko'proq yubkasi yoqdi, qaranglar. Takoy rыбка fasonga o'xshaydi. Ustidan rubashkasi polniy orqalarini ham yopib turadi. Qizlar, to'g'risini aytinglar, qaysi biri yoqdi? Kommentariyaga o'zingizlar fikringlarni yozib qoldiringlar. Shu videoga bitta like bosib qo'yilayotgan bo'lsa, jinsi dvoykamiz narxi 375 mingdan. Dilmus Chilonzor filialidan kelib olib ketaverasizlar.